qo'ndi. Ichkarida kesib turadi, video olsa g'alati bo'ladi. O'zimda esa mendan boshlab oldi. Zakaz KFC'dan. Telefon slavil bo'lsa ham. Qilay o'tiribman. Pizza zakaz tushgan. Pizza zakaz tushdi. Bilmayman endi. Qanday olib ketaman? Mana shunday ketish kerak ekan bu. Mavelidan qo'yadigan joy emas. Nimani bilamaymiz. Pizzani ham zakazini berib oldi. Ana endi Toshkentga qarab oldi. Plus Oqtepadan zakaz tushdi. Salkam 4 kilometrga olib kelguncha jinni bo'lib qolardi. Men zakaz tushmasa kerak deb bog'da oldigani qarab ketib turdim. Oilaviydan tushyapti yana. Bu ham salkam 3 kilometr. Shuncha masofadan zakaz berib olyapmiz. Oilam alaykum zumga. Xullas bugun 8 soatda 158 ming topibmiz. Bu yaxshimi yoki yomon? Fikringizni kommentda qoldiring.